Azizlarim, bugün 4-aprel, yana ulgurmay qoldim demanglar. 4 sotik tekis yer, Shayt TVda $45.000. Yana kami bor, qizil kitoblari zo'r. Videoni ko'rishda davom ettirlar. Yerimiz Shayt TVda azizlarim bunaqa narxga bo'lmagan, $45.000 yana kami bor. Azizlar, bu 4 sotigimizni granitsalari qaranglar. Mana shu beton bo'lyapti, beton zaborimiz. Mo tomonda mana bu peska blok bo'lyapti. Akamiz yaqinda qurilish qildi, ya'ni stalba bo'lyapti. Xo'p, mana betonlarni, mana konteynerlarni polni olib ketadi ekan. Yer tekis 4 sotik azizlar, bunaqa narx bo'lmagan. Iloji boricha maksimal darajada Shayt TVdan yer, uy olaman deyotgan aka-ukalarga, opa-singillarga shu videoda jo'natib olaylik. Anaqasiga 26 bo'lyapti, bunaqasiga 15 bo'lyapti. 4 sotikdan sal kattaroq ham bo'lyapti. Xo'p, keyingi granitsamiz bosh kavlangan joy bo'lyapti. Nariga peska blokni ko'rdinglar. Keyin buni aytib qo'yay azizlar, jiloyga bo'lmaydi. Bu pod biznes azizlarim. Kelib pul topadigan joy. Bitta sklad qilib qo'yasizlarmi yoki kichkina zavodchacha qilib qo'yasizlarmi, bir marjina xonami, o'zingizlar bilasizlar azizlar. Arenterlarimizni aka berdik. Ma'da ali betonni mishalka chiqaradi-yu, shu arenter bo'lyapti. Akburani pavorotini bilasizlar hammalar. Shu Akburani pavoroti domni yon mashinalar tushib kelar orasida bitta yo'l o'zi akalaradi, hozir yo'lni bo'yiga chiqib, yana ko'rsatamiz sizlarga, yozinglar telefon nomerlarini. 0755 bilan 55 05 92. Qaytaraman, 0755 bilan 55 05 92. Azizlar, $45.000 yana kami bor deyapti. Azizlar, lokatsiya juda ham zo'r joyda. Aka mashadan laberinda bitta Akburan domini. Azizlar, ko'rdinglar, shu dom bizga arentir bo'lyapti. Shunda bitta yo'l bilan kela olasizlar. Albatta mana shu videoga befarq bo'lmanglar. Pod biznes istayotgan aka-ukalarga jo'natib olinglar. Azizlar, adreslarimiz Qirg'iziston O'sh shahri, односторонний yo'limiz mana azizlar. Meni orqamdagi Akburani pavorotida dom bo'lyapti. Xo'p, mashadan shunday tushib ketaverasizlar azizlar. To'g'riga tushib, chapga burilib, oxirog'iga borsanglar, haligi 4 sotik pod biznesimiz sizlarni kutyapti azizlarim. $45.000.